Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun raqamli metodlar, ya'ni dars jarayonida talabalar o'quvchilarning bilimini sinash, ularni mobil telefondan uzoqlashtirish uchun yangi metodlar ishlab chiqib ketyapmiz. Demak, test, crossword, raqamli savol. Mana hozir 3 bosqichli test metodini ko'rsataman. Bu ham juda foydali bo'ldi. O'sha tanlov o'tkazdik yaqinda. O'sha kanaldagilar biladi. Demak, boshladik. Mana bunda test platformasi, bunda mobildan ekranda ko'rsataman. O'zi asosan mobildan kiriladi bu. Kompyuterdan video olyapman. Demak, ismni kiritasiz testga o'tish uchun. Demak, biz hozir admin panelga kirib testlarni yuklashimiz kerak. Adminga login parol bilan kiriladi. Demak, mana bu foydalanuvchilar adminga ham ko'rinib turadi. Alohida foydalanuvchilar uchun ham o'sha link beriladi. O'zlarini ko'rishi mumkin mana. O'sha foizlari 3 ta bosqich qaysi vaqtda bajarildi, necha daqiqada bajarildi va to'liq foizi buni balga almashtirsa ham bo'ladi admin. Demak, testlarni boshqarish bo'limida demak 3 ta bosqich bor. Demak, har bir bosqichda bir xil sozlamalar bor. Demak, test kiritish qo'lda. Keyin o'sha testlar sonini saqlash, nechta test chiqishi kerak. Masalan, xuddi o'tgan safargi test dasturida bunda ham demak xohlagancha test kiritish mumkin. Excel orqali. Bunda o'sha 100 tadan masalan demak 20 ta tushsin, talabalarga almashib tushsin masalan. O'zi almashadi avtomatik random funksiyasi qo'yilgan. Keyin necha daqiqa va o'sha foiz. Biz boya 56% dan yuqori bo'lsa o'tgan deganmiz va o'sha foizni hisoblagan, balli ham hisoblashi mumkin. Demak, savollar xuddi o'tgan o'sha test dasturidagi bir xil. Excel ham shunaqa. Test yuklanadi. Buni yana qayta ko'rsatib yotmayman. O'sha test dasturi orqali ko'rishingiz mumkin. Bu bir xil demak, bu yo'g'i. Buni endi foydali tarafi, demak 3 ta bosqich bo'ladi mana. Xo'p, men savollar sonini 5 ta kiritganman va 5 daqiqa qo'yganman. Minimal va bittadan oshiq bo'lsa, demak keyingi bosqichga o'tadi. Agar siz o'sha 4 ta deb qo'ysangiz, 3 ta ishlasa ham, demak shu bosqichga yana testlar yangilanib, shu bosqichni davom ettirish kerak bo'ladi. Bu narsa o'sha talabani yana o'sha bilimini sinash va o'zini bilimini oshirish uchun demak xizmat qiladi. Masalan, elektron pochta nima? Onlayn xat, kompyuter, web brauzer, demak klaviatura bitta javobga to'g'ri bo'lib qolgan o'sha Excelda. Mana keyingi bosqichga o'tildi. Masalan, endi xato qilaman. Xato qilsam, demak hammasini xato qilamiz. Va bunga hamma bosqichga xohlagancha test qo'yishingiz mumkin. Birinchi bosqichda 5 ta edi, mana ikkinchi bosqichga 10 ta. Bunda 56% qilganman. Demak, mana siz o'sha birorta hammasi xato, qayta urinish. Tushunarli? 3 ta papitka beriladi. Xullas tushunarli. Xuddi 3 ta bosqich demak mana buni o'tib ko'ramiz. Hozir keyingi bosqich 3-bosqichga ham o'tamiz. Demak, mana yana keyin 3-bosqichga o'tdi. Demak, 3-bosqichda 15 ta savol kiritganmiz. Va mana endi buni 3 marta xato qilsak nima bo'ladi? Mana ikkita urinish qoldi, yana xato qilamiz. Bittasini belgilaylik. Mana bitta urinish qoldi va yana bitta. Mana to'xtadi. Bo'ldi. Endi bu umuman baliz natijada chiqmaydi. Yana qayta boshlanish kerak, bo'lmasa boshqalarning natijasini ko'rish mumkin. Demak, qayta ishlashni bo'lsa, boshiga o'tadi, natijalariga o'tsa mana. Har bitta foydalanuvchiga, o'qituvchiga, talabaga hamma ko'rinib turadi, o'quvchilarga. Bu shaffoflikni oshiradi. Bu telefonda ham juda qulay ko'rinadi. O'zi telefon uchun qilingan. Tushunarli? Bu proyektorda agar qo'yib ko'rsangiz, hammasi avtomatik o'sha ballar chiqaveradi. Demak, shunaqa imkoniyatlar bor. Bu test dasturimiz kerak bo'lsa, demak, pastda link qoldiraman. Nursaidov.uz kanaliga o'tib menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Barchaga rahmat, salomat.